Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugungi mavzumiz ehtimol nazariyasi. Ehtimol nazariyasida asosan hodisalarni, tajribalarni biz sizlar bilan nima qilamiz, ko'rib chiqamiz. Misol uchun ehtimol nazariyasida ma'lum miqdorda nima qilyapsiz? O'q otdingiz. Necha marta o'q otdingiz? Nishonga 1 marta o'q otyapsiz. 1 marta o'q otadigan bo'lsangiz, demak 1 marta o'qingiz, o'sha otilish jarayoni u bizda tajriba deyiladi. Tajribada nechta hodisa bor? 2 ta hodisa bor. Ya'ni siz kamonda nishonni olib bitta o'q otdingizda borib yo tegishi yo o'sha tegmasligi deyiladi. Ya'ni o'sha 1 marta otishingiz, 1 marta otishingiz bu tajriba deyiladi. Tajriba. Tajribada nechta hodisa bo'ladi? 2 ta hodisa bo'ladi. Hodisa. Birinchi hodisa desak, bu ikkinchi hodisa deyiladi. Demak, qanaqa ekan? 1 marta otadiganimiz nechta tajriba? 2 ta tajriba. Demak, 2 ta tajribada nechta hodisa bo'ladi? 4 ta. Ulardan har birini taqqoslaydigan 4 ta hodisa kelib chiqadi. Endi mana misol uchun bizlarga narda toshi bor, bilsizlar, narda toshini 6 ta naqasi bor, kubik tosh bor-ku, misol uchun. Ko'rgan hamma. Deylik. Mana teva 1 bo'lsa, bu 2, misol uchun 3, o'ziga 4, 5, bu tomon 6. 6 ta tosh bor, ya'ni bitta nardada 6 ta tosh bor. Siz tavakkaliga nima qilyapsiz? Bitta irg'ityapsiz. Bir marta irg'itsang deyapti. Nima? 1 tushish ehtimolligi deydi. Misol uchun 1 tushish ehtimolligi. 1 raqam tushish ehtimolligi. 1 raqami tushish ehtimolligi. Ehtimolligi deyiladigan bo'lsa, demak 1 tushish ehtimolligini oladigan bo'lsak, 1 tushish ehtimolligi, buni biz quyidagi formulada nima qilamiz? Foydalanamiz. Ya'ni P bor, PA hodisasi ro'y beradigan hodisasi, ya'ni mana 1 nimaga 1 raqami 1 marta qilsa bu nechtadan? 6 tadan. Yoki 2 raqam tushish ehtimolligi, demak B hodisani olaylik. B hodisa 2 raqam tushish ehtimolligi. 2 raqami tushish ehtimolligi. 2 raqam tushish ehtimolligini toping deydigan bo'lsa, demak bunda ham PB deymizda, demak nechtadan? O'sha 2 tadan 2 raqami bitta bor xolos 6 taning ichida. Buni ham hodisalari bitta bo'ladi, demak bu yerda 6 ta. Endi xulosa qiladigan bo'lsangiz, PA ni formulasi bor ekan, ya'ni M taqsimni. Bu yerda M nima ekan, N nima ekan deydigan bo'lsangiz, demak M bizda o'sha qulaylik tug'diruvchi hodisa deyiladi. Bu esa hodisalar fazosi deyiladi. Ya'ni M nima ekan? Qulaylik tug'diruvchi hodisa. N esa hodisalar fazosi deyiladi. Hodisalar fazosi. Ya'ni jami nechtaligi? Misol uchun bu yerda kubik rubikda nechta bor? 6 ta bor, to'g'rimi? 6 ta bo'ladigan bo'lsa, demak jamini nazarda tutyapmiz. Hodisalar fazosi, ya'ni jami nechtaligi? Nechtaligi? Tushunarlikmi? Bu shu xolos. Endi siz misol uchun bu birinchi masalamiz desak, bu ikkinchi masala, bu endi uchinchi masalada ko'raylik. Faqat bir raqam emas, misol uchun tavakkaliga shu otganingizda bitta 2, balki o'sha 6 raqami tushish ehtimoli yoki 2-3 raqami tushish ehtimoli. Ya'ni biz deylik desak 2 yoki 3 raqami, 2 yoki 3 raqami tushish ehtimoli. Tushish ehtimoli.
Demak, 2 yoki 3 raqam tushish ehtimoli, ya'ni PS deymizda nechtadan? Shu ikkitadan 2 yoki 3. Jami nechta raqam bo'lyapti? 2 ta raqam bo'lyapti. Demak, nima deymiz? 2 taqsim ana endi hodisalar fazosi jami nechta ikkita, ya'ni 6 tamidi 6 ta bo'lmas. Bu degani qisqarib kelsa, demak hodisalar umumiy 1 taqsim 3 ni tashkil qilar ekan. Yoki endi balki shunday bo'lishi mumkin, 2, 3 yoki 4 raqami. Tushunasizlar? Endi deylik shuni misol uchun ya'ni B hodisa deylik. 7 raqam tushish ehtimoli. 7 raqam tushish ehtimoli. 7 raqami tushish ehtimolligi. Tushish ehtimolligi. 7 raqam tushish ehtimolini toping deydigan bo'lsa, yaxshilar 7 raqami bu yerda mana shu 6 ta raqamning ichida 7 raqami bormi? Yo'q. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, nima deysiz? Hodisalar o'sha qulaylik tug'diruvchi hodisasi 7 raqami bormi? Yo'q, demak 0 deymiz. Ana endi hodisalar fazosi jami 6 tami? Demak javob 0. Demak nima qilar ekan? Hodisalar o'sha 7 raqami tushmas ekan, hodisalar ro'y bermas ekan deyiladi. Yoki deylik A hodisani olaylik. 7 raqamidan kichik, 7 raqamidan kichik bo'lgan nima deydi? 7 raqamdan kichik bo'ladigan raqamlar tushish ehtimolini toping deydigan bo'lsa, 7 raqamdan kichik necha bor? 1 0 bor, so'ng 1 kechirasiz. 1 bor, 2 bor, 3 bor, 4, 5, 6 ni o'zini jamlashda 6 tami. Demak, buni biz 6 taqsim 6 bo'lsa, demak bu nima deymiz? Mana 1. Bu yerda yaxshilar agar natijasi bir ya'ni 100% bo'ladigan bo'lsa, buni ismi muqarrar hodisa deyiladi. Ya'ni m taqsim n, ya'ni m ga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, demak bu nima? Muqarrar hodisa deyilar ekan. Muqarrar hodisa.